Al-insanu inson, yaxofu qo'rqadi. Aktharu eng ko'p, ma nima narsa yoki nimaki degan ma'nolarda ham kelar ekan. Yut'aybu charchatadi. An-nasu odamlar, fi ichida, hayatihim ularning hayoti. Imma yoki huznun g'am qayg'u ala ustiga madin o'tmish yoki o'tgan qalaqun xavotir bezovtalik xavfun qo'rquv mustaqbal kelajak. Al-insanu yaxofu inson qo'rqadi. Va aktharu ma yut'aybun nasa fi hayatihim odamlarni hayotlarida eng ko'p charchatadigan narsa shuki, imma huznun ala madin yoki o'tmishdagi g'am va imma qalaqun ala va xavfun min mustaqbal yoki kelajak haqida xavotir va qo'rquv.